Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli Qur'on media kanalının ko'ruvchilari, bugun biz sizlar bilan Qur'oni Karimning betachar bo'lgan Fatiha surasini to'g'ri o'qishni o'rganamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu basmalada taqdir etganda Bismillahirrahmanirrahim degan oyatda biz ba'ti o'shaning kasrasini to'liq chiqarishimiz kerak. Bismillah emas, balki bismillahi. Aslida ar-Rahman jana ar-Rahim so'zlarindagi hatibishini xo qilmasdan ar-Rahmanir-Rahim yo'lsa ha qilib ar-Rahmanir-Rahim deb aytuvdan saqtanib biz hamini aytamiz. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keyingi oyat. Alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu oyatda alhamdu so'zidagi hatibishini jana aytib o'tganday xominen alhamd deb aytuvdan saqtanib alhamdu deb taqdir etganda tomoqdan o'rtasidan chiqqan hamini aytib kerak. O'shanda lillahi so'zidagi hatibishini to'liq chiqaramiz. Lillahi emas, balki lillahi. Keyingisi robbil alamin. Al-alamin so'zidagi ayn tibishini to'liq chiqaramiz. Al-alamin. Sevkada hamza bilan al-alamin deb aytilib qolgan uchurlarda kezishadi. Keyingi oyat. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Bu oyatda maliki so'zida lam tibishining kasrasini to'liq chiqarib kerak. Bu oyatdagi yawmi so'zidagi vav tibishin v emas, balki vav ekerining aralan chiqaramiz. Maliki yawmiddin. Yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke sözünde dağı ya tibishinin tashdidini taqdir etganda yani iki yaminen o'qiymiz. İyyâke. İyyâke sevkede ya tashdidsiz bo'lib iyyâke deb o'qilanuvchilardagi kezishadi. O'shanda na'budu degan so'zda aynni to'liq chiqaramiz. Na'budu. Keda na'budu deb so'zlat yo'lsa ayn tibishi hamzaga aylanib na'budu deb tag'i o'qilib qoladi. O'sha sebepdan aynni to'liq chiqaruga ko'ngil beramiz. Na'budu. O'shanda va iyyaka degan so'zdagi yanin tashdidini chiqaramiz. Va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bu yerda as-sirata so'zida sot tibishini jon o'qib anon kasrasini to'liq chiqaramiz. As-sirata. As-sirata emas, balki as-sirata. O'shanda to tibishini jon o'qiymiz. As-sirata. As-siratal mustaqim emas, balki as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bu oyatda alayhim so'zlarindagi lam tibishini fathasini ochiq chiqaramiz. Alayhim to'liq o'z aslidan sebepdan keyda alayhim deb açıqlayotganda emenen o'qilib qoladi. O'shanda waladdallin so'zida dotdan keyingi matni aytayotganda so'zilma tibishni so'zovuz 6 harakatga 3-4 qilib o'qu durust emas. O'sha sebepdan 6 ga so'zovuz. Waladdallin.
Allah Taala barozga bu aytılan xatalardan saqlanıp, Qur'an-ı Kerim'de en yaxşı, en nuqta okuğa jardam bersin.